Baqbaqa sizlarni ham bezovta qilyaptimi? Menimcha 21-asr muammosi bo'lsa kerak. Ro'mol o'ragan yilida mana bunaqa chiqib qolyaptimi? Lipolitiklarni ovurib, uyda har xil gimnastikalar qilib charchadinglarmi? Baqbaqani asl paydo bo'lish sababini men sizlarga aytib beraman. Bizani baqbaldolarimiz paydo bo'lishiga bo'yin hamda yelka mushaklari katta ahamiyatga ega. Sizlarga ko'rsatib beraman. Menda, конечно, baqbaldo yo'q, chunki men kosmetologman. O'zimga doimiy ravishda ukollar qilib turaman. Agarda biz orqa spinani kachati qilmasdan bukchayib yursak va boshimizda doimiy ravishda telefonda yoki boshqa narsada bo'lsa, mana shu baqbaqalarimiz osilib chiqishni boshlaydi. Yaxshilab ahamiyat berib qarashinglar mumkin. Agarda biz aynan mana shu mushaklarimizni kachati qilsak va osanqamizni to'g'rilasak, shunda bizda mutlaqo baqbaldolarimiz kirib ketadi. Demak, biz baqbaldolarimizni nafaqat inyeksiyalar, ya'ni lipolitiklar yoki har xil massajlar yordamida emas, balki mushaklarimizni sport zalda kachati qilish orqali ham yo'qotishimiz kerak ekan. O'shanda bizning qaddi qomatimiz chiroyli, tortilgan va osilmay saqlanib qoladi.